Dunyodagi eng qimmat bo'lgan 3 restoran. Birinchisi Sublimotion, Ibiza. Dunyodagi eng qimmat bo'lgan gastronomic show VR 360 gradus sahna, 3 soatlik teatrga aylangan ovqat. Odam boshi $2000 boshlanadi. Ikkinchisi Ultraviolet, Shanghai. Dunyodagi yagona restoran va faqat 10 kishi uchun servis qiladi. Har bir mehmon uchun alohida atmosfera, tovush, hid, alohida yorug'lik, hammasi sinxron. Odam boshi restoranda o'tirish $1000 boshlanadi. Uchinchisi Masa, New York. Amerikadagi eng qimmat bo'lgan sushi restoran hisoblanadi. Chef Masa restoranining asoschisi. Sushilar uchun eng zo'r baliqlarni shaxsan o'zi tanlaydi. Restoranda o'tirish odam boshi $1000 boshlanadi. Agar sizga tanlov berilsa, qaysi restoranga borgan bo'lar edingiz va O'zbekistondagi siz uchun top fine dining restoran qaysi biri? Izohlarda qoldiring. Wow.